Assalomu alaykum Dillar 300 kanalımız abunachilari, Dillar 300 maishiy texnikalarimiz dükanımız xaridorlari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa bugun sizlarga Dillar 300 Pro dükanımızdan zo'r aksiyalar bo'layotir, zo'r sovg'alar bo'layotir, zo'r yangiliklar bo'layotir. Hammasi bilan Xudo xolasa videomizni boshidan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya qilamiz. Chunki bitovoy texnikada hozir bo'lib turgan ozroq muammolar bor. Sovg'a borasida, narx borasida, mahsulotlar borasida hammasi haqida batafsil ma'lumot berib beramiz. Girib kelayotgan 31-dekabr yangi yil bayramimiz uchun, yangi yil uchun addiniy sovg'a qo'yganmiz. Undan tashqari dükanımızdagi har bir maishiy texnikalar uchun alohida aksiyalarni, alohida podarkalarni qo'yganmiz. Videomizni oxirigacha, boshidan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishingizni so'rab qoladi dedik. Qisqa va lo'nda chiroyli aksiya ishlab beramiz. Chunki her günü adamlar görüp oturttu, YouTube'larda görüşümüz mümkün. Girsangiz bitovoy texnikadan 10 tane dükkanına aksiyası çıkıp tuttu. Yoki bundan ham ko'p bo'lib turibdi. Videolar ko'p, aksiyalar bir-birine o'xshash, lekin bir dükkanda bo'lib turgan aksiya ikkinchi dükkanda boshqachasi, uchinchi dükkanda boshqachasi, yana boshqachasi bo'lib turibdi. Ko'p odamlar nima bo'lib turibdi, bir-birini aralashtirib, qarishtirib berib turibdi. Şunun neticesinde videoda görgen narsangiz bu miqagandi tasavvura ega bo'lib turibdi ko'pchilik odamlarda. Endi bize de bilasizlar, Dillar 300 kanalımızda, iminli 3 kanalda ko'radigan bo'lsanglar, novu narsa aytılsa, aytılgan narxa beriladi, novu podarka qo'shilgan bo'lsa, qo'shilgan narsaga beriladi. Aytildimi, levzatildimi, aytgan narsa ishlanadi. Qolmadi, yo'q edi, mindi, bo'lmag'i gap ishlatilmaydi. Yaqinda bilasizlar, konditsionerlar 50% skidka qo'yib berdik. Xolodilniklari bo'shatish maqsadida dedik. Xolodilniklarimiz bo'shab qoldi. 10 tane televizor takladık. Şu televizor taklash uchun xolodilniklarimizni 50% skidka etib berdik. Ko'pchilik dükanlar ham bize skidka etgandan keyin ular ham skidka etdi, lekin bizada 5 million so'mlik narsani 50% skidkada 2,5 million so'mga qo'ygan bo'lsak, ular 5 millionlik narsani 10 million so'mlardan 5 million so'm 50% skidkada qo'ydi. Bu narsa aksiyalarni obro'yini putur yetiradigan narsa. Shuning uchun magazinchilardan ham so'rab qoladi dedik. Aksiyalarni ishlamanglar emas, ishlanglar. Xohlagan narxingizda, xohlagan tovaringizni sotishingiz mumkin, lekin haqiqatda bo'ladigan narxlar bilan chiqsak yaxshiroq bo'ladi dedi. Bu yurtdoshlarimizning foydasi uchun xizmat etadi. Hozir qo'shib beradigan podarkalarimiz ham odamlarning uyine gerek bo'lgan, ishlatish uchun zarur bo'lgan. Ko'pchilik odam konditsioner olsa, televizor olmoqqa puli yetmay qoladi, televizor olsa, kir mashina olmoqqa yetmay qoladi, kir mashina olsa, xolodilnik yetmay qoladi. Bize aksiyalar ne uchun chiqarib qo'yibmiz? Shu xolodilnik olgan odamga televizorni qo'shib berib, ikki narsasini bitirib berik degan maqsadda, yoki televizor olsa, pilisosi, duxovkasini bitirib berik degan maqsadda chiqarib qo'yibmiz. Endi yaxshi yilning oxiri yakuniy aksiyamiz, finalniy aksiya bo'ladi. Aksiyamiz dimzo'r, tayyorlanganmiz, alohida tayyorlanganmiz, size yurtdoshlarimiz uchun tayyorlanganmiz, foydadan geçip zararga girib bo'lsam ishlagan aksiyamiz bo'ladi. Shuning uchun videomizni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsangiz mamnun bo'ladi dedik. Yangi yil uchun zo'r podarkalarni bizdan kutib olasizlar. Xudo xolasa bilasizlar, birinchi uchutda aytadigan narsamiz Damas avtomobili. Damas avtomobilimiz bu narsa uchun bilet berilib turibdi. Bu jo'rag'a, og'ayni bo'lgan qarindoshlarga beriladigan narsa emas. Fakat Dillar 300 magazinidan mahsulot xarid etib olgan yurtdoshlarimizga beriladigan bilet bo'ladi. Buni sotilmaydi, bize satmaymiz, tekinga beramiz. Buni shunchaki hadiya sifatida dükanımızda hadiyasi deb qo'yganmiz, bir yurtdoshimizni quvontirish uchun qo'yganmiz. Xudo xolasa bir kerakli insonlar chiqadi degan umiddamiz. Shu narsaga muhtoj insonlar chiqsa, bize undan da 2 karra quvongan bo'ladi dedik. Şu Damas avtomobilimiz plus yanında 60 tane bitovoy texnika. Bitovoy texnika 10'cuk narsa emas. Gerek dese 2-3 maşinni pulu duradi o narsa. Xolodilnik, duxovka, konditsioner, televizor, pilisos, kir mashina, ish qilib общий 60 tane texnika bo'ladi. Şu bir bilet orqali size şu texnikalarimiz plus Damas avtomobilingizni utib olishingiz mumkin. 31-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Soatini, aniq soati, vaqtlarini Xudo xolasa yaqin qolgan vaqtda aytib beramiz. Endi kutib olasizlar. Hozir endi yo'lda kelayotir. Maxsus podarkamiz, tayyorlangan aksiyamiz bo'layotir. Xudo xolasa ercha bayrami, ercha sovg'amizni kutib olasizlar. Bir dana, ikki dana emas yurtdoshlar, ine ko'rishingiz mumkin. Bir dana, 2 dana emas, 10 dana, 20 dana emas, naq 300 dana sovg'amiz tekinga bo'ladi sizlar uchun. 300 dana ishida ko'rib turgan pasuda komplekt naborimiz podarkaga qo'shib beriladi. Yurtdoshlar tayyorlangan degan narsamiz oddiy sovg'a emas, bozorlarda sotilmaydigan addiniy maxsus. Ine, korobkachidan ko'rishingiz mumkin.
satıb alsanız ham normal narx turadigan narsa, bizning bozorlarda sotiladigan mahsulot emas. Chunki Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqariladigan nemitskiy stildagi keramika, granit degan mahsulot bo'ladi bu. Naq ishundan 300 danasini tekinga 21-dan 31-dekabrgacha do'konimizdan nov narsa xarid etib olsangiz ham yanında bir danasini qo'shib beramiz. Xudo xolasa 300 dana yurtdoshimizni quvontiramiz degan umiddamiz. Bir qator sirtqa chiqqan vaqt tushuntirib berik. Adresimiz, bu aksiyamiz, shu narsani inobat olinglar. Diller 300 Pro do'konimizda bo'lib o'tadi. Oxirida yozuva qarasanglar yaxshi bo'ladi. Diller 300 4 dana filiali bo'ladi. Bu Pro degan do'konimiz. Iminni shu Ulug'bog' Pavrotdagi joylashgan do'konimizda bo'lib o'tayapti bu aksiyamiz. Bu 4 buyum bozori bo'lsa, shu 4 buyum bozorining Gunchiqar tarafi geç bo'lsam video olib turibmiz. Gündüzgina odam dim ko'p. İspit etmey turibmiz, shuncha gechda yashab turibmiz. Ina bu Ulug'bog' Pavrot svetofor deb aytiladi. Shu svetofordan Urganch tarafdan kelsangiz chap aylanasiz, Hazariz tarafdan, O'zbekiston Sho'roxon tarafdan kelsangiz o'ng aylanasiz, 100 metrdan keyin Diller 300 Pro do'konimiz chiqadi. Endi qaranglar. Bu sovg'alarimiz tekinga berilyapti. Bu narsani inobat olishni so'raydik. Bu mutlaqo tekinga sovg'a bu. Bu yangi sovg'asi. Shu videomizni xudo xolasa ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, bir like bosasiz, bir kommentariy yozib, chiroyli yozib qo'yasiz. Bu aksiyalarimizdan, narxlarimizdan, skikkalardan, hamma narsadan tashqari tekinga sovg'a. Tekinga barabarlardan sovg'a. Bu konditsionerlarda bo'lib turgan aksiyalarimiz bo'lib turibdi. Kirmashinlarda bo'lib turganlari bo'lib turibdi. Hamma narsadan keyin oxirindagi savdangizni, xaridingizni ishlab bo'lgandan keyin ikkitadan sovg'angiz. Bittagina sharti, yangi yil aksiyasini, shu Diller 300 ni videosini ko'rib keldim desangiz bo'ldi. Tekinga ketishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa aksiyalarimizni bir qator bir chetdan tushuntirishni boshlaymiz. Konditsionerlardan boshlab beramiz, bir chetdan ketamiz. Konditsionerlarimiz endi qish fasli keldi, gullar sovuq tushishni boshladi. Hozir ham yomg'ir yog'ib turibdi. Gullarimiz sovib boshladi. Yangi yilni issiqqina uyda kutib olaman desangiz, Diller 300 ga kelasiz. Tenli konditsionerlarimiz, inverterli konditsionerlarimiz, har xil turdagi konditsionerlarimiz bor. Firmalarimiz ham ko'p. Hisense deysizlarmi, Shivaki deysizlarmi, Immermi, Auxmi, Citronicmi, Zifler, Avalon, Chigo, TCL, Premier, Magna, har xil turdagi, xolasangiz 12lik, 18lik, 24lik, kolonni istalgan turdagi konditsioner xarid etib olasizlar. Narxini ham aytaman. 4,5 million so'mdan boshlanadi. Endi razmeriga qarab ketaveradi. 15 million, 14 million so'mgacha bo'lgan konditsionerlarimiz bor. Kimlardir 30lik kerak bo'ladi, kimlardir 48lik kerak bo'ladi, kimlardir 24liki, kimlardir 12liki. Joyni, xonani, kvadratini, metrini o'lchab kelasiz, biza konditsionerlar o'zimiz tavsiya etib beramiz sizga. Yoki istagan konditsionerlaringizni o'zingiz tanlab ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Diller 300 Pro dan bir dana konditsioner xarid etib olasizlar. Xolasangiz 5 millionlik ran, xolang 5,5 millionlik ran, xolang 6 millionlik ran. Pulini farqi yo'q. Bir dana quyosh pechkasi, ajoyibundan Uaken firmadan mikrovonovkasi, Zifler kompaniyadan pilisosi, bir dana blenderi, termoxoti, chopperi, dastavkisi, ustanovkisi, Damas avtomobiliniz uchun bileti, hamma narsasi tekinga bo'ladi. Yangi yil aksiyasini ko'rib keldim desangiz, mashinada turgan bir mashin pasudamizdan bir danasi sizniki bo'ladi. 2 konditsioner olsangiz 2 danasi sizniki bo'ladi. Bu sovg'adan ham 2 komplektni taxlab beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, oz narsa turgani yo'q. Mikrovonovka milliondan qimmat turadigan narsa, pilisos milliondan qimmat turadigan narsa, blender, termoxot, hamma narsangiz mutlaqo tekinga bo'ladi, ichida qo'shib beriladigan bo'ladi. Endi xolodilniklarni bir qator tushuntirib beramiz. Xolodilniklarimizni katta razmerda har xil turlariga kelgan Premier, Ferri, Sevintage, Magna, Brando, Zifler istagan turingizdan topishingiz mumkin. Yana 60ligi deysizmi? Yana bunday metal coolingi borindan deysizmi ichini? Shishalisi, oynalisi, rangini har xil turlari bor. Narxi 5 million so'mdan yuqori bo'ladi. Istalgan turdagi xolodilnik xarid etib olasizlar. Sovg'asini bir dona kichkinasidan emas, 32ligidan emas, Smart Androiddan 1 metrligidan televizori, mant qozoni, topa qozoni, bundan tashqari kuxinni kombayni, bir dana grafini podarkaga qo'shib beriladi. Yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin 3 million so'mlik televizori, 400 ming so'mlik mant qozoni, topa qozoni, chopperi, grafini. Menda hisob kitob etadigan bo'lsak 4 million so'mlik podarkangiz tekinga bo'ladi. Endi xolodilnikning narxi necha so'm desangiz, shu ko'rib turgan Ferri kompaniya
inverter motor, воздушный üflep soğutadon 7,5-7 milyon so'mga satılgan mahsulatımız 6 milyon 500 bin so'm narxı. 6,5 milyon so'mga alasız, 4,5 milyon so'mluk podarkisi var. Yoki inaveda görüp turgan 5 ta xolodilnikimiz воздушный no frost bo'ladi, inverter motor, üflep soğutadon bo'ladi, morozinniki pastda joylashgan bo'ladi. Katta xolodilnikimiz narxi 6,5-7 milyon so'mga satılgan, bugungi kundagi bahası 5 milyon 500 bin so'm. 5 milyon 500 bin so'm alasız, televizori, mantıkazani, işi görüp turgan podarkilaringiz mutlaka tekinga beriladi. Bu narsalardan tashqari yangi aksiyamiz uchun qo'yilgan posuda komplekt naborimiz ham tekinga bo'ladi. Damas mashinamiz uchun bilet ham tekinga bo'ladi. Yo'q, meni uyimda televizorim bor, mantıkazanim bor, bu narsalarni bor desangiz, xohlasangiz sizga 4 milyon so'm voucher beramiz. 4 milyon so'mlik avtomat kir mashinani tekinga olishingiz mumkin. 4 milyonluk gaz plitani tekinga olishingiz mumkin. Televizorni tekinga olishingiz mumkin. Istagan mahsulotingizni tekinga olsangiz bo'ladi. 5,5 milyon so'mga xolodilnik olib tursiz. 4 milyon pul berilib turibdi. Xolodilnikimiz 1 milyon 500 bin so'mga tushib qolib turibdi. Endi bu turini olsangiz, yo'q, menga boshqacha raqi katta raqamni olaman, boshqa aytaman desangiz, yana ko'rishingiz mumkin. Har xil razmerda yana 70lik deysizmi, qo'lleri bor deysizmi, yo'q deysizmi, har xil turdagi xolodilniklarimiz bor. Xudo xolasa 10 kunlik aksiyamizda istagan razmerdan, istagan rangingizdan topib beramiz. Xudo xolasa kelaverasiz, shu podarkilarimizni olasiz, tashqarida turgan posudamizdan addenni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Damoz uchun biletlar ham yozib qo'shib beriladi ichida bo'ladi. Endi avtomat kir mashinalarimizdan bir xato tushuntirib o'tamiz. Yurtdoshlar ko'pchilik yurtdoshlarimiz keladi, avtomat kir mashina olaman, menga podarkisiz, sovg'asi hech narsasi kerakmi dedi. Qaranglar, bu avtomat kir mashina Immer kompaniyaniki narxi 3 milyon so'm turadi. Beko kompaniyani kir mashina 6 kilolik bo'ladi, narxi 3 milyon 200 bin so'm turadi. Zifler brendimiz 3 milyon 400 bin so'm turadi. Ayva brendimiz 3 milyon 600 bin so'm turadi. Shivaki kompaniyamizniki 3 milyon 300 bin so'm turadi. TCL brendimizniki 3 milyon 200 bin so'm turadi. Podarkisi kerak emas, men kir mashinani o'zini olaman deb yurtgan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ishida ko'rib turgan 3 milyon 800 ga bormi, 3 milyon 200 ga bormi, 3 milyon 100 ga bormi, farq yo'q. Ishida ko'rib turgan kir mashinalaringizni 2 milyon 500 bin so'mga qo'yib beraman. 10 kunlik aksiyamizda davom etadi. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Immerdan beraman 2,5 milyon so'mga, Beko'dan beraman 2,5 milyon so'mga, Ziflerdan beraman, Ayva brendinden beramiz, Shivaki'den beraman, TCL brendinden beraman. 2 milyon 500 bin so'mdan beraman. Lekin bir narsani tushunib olinglar, shu 2,5 milyon so'mga olgan kir mashinalaringizni iltimos podarki so'ramanglar. Podarki bera olmaymiz. Chunki narxini sindirib berdim ana. Ko'rishingiz mumkin, 3 milyon 800 nikidan 1 milyon 300 bin so'mni shunday ayirib tashladimdan, shunday qo'yib berdim. Oling endi narxi 4 milyon so'mdan yuqori bo'ladigan avtomat kir mashinalaringiz bor edi. Laretto kompaniyaniki 4 milyon so'm, Premier kompaniyaniki bor 4 milyon 200 bor, 4 milyon 400 bor, 6,5-7 milyon so'mgacha bo'lgan avtomat kir mashinalaringiz bor. Endi avtomat kir mashinalaringizni inverter modelidan oladigan bo'lsangiz, 4 milyon so'mdan yuqori turini oladigan bo'lsanglar, sovg'asini bir dona sushilkasi, bir dona duxovkasi, bir dona pilisosi, bir dona termoxoti, undan tashqari parovoy dazmoli, sushilkasi, stoli, gladilni stolni podarkisiga qo'shib beraman. Videomuza like bosib, kommentariy yozib kelsanglar, bir dona 10 kilolikidan bir chalak pilisosini ham, parashokini ham qo'shib beraman. Yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin, 10 kilolik bo'ladi. Persil firmaniki eng zo'ri, zo'rg'a ko'tarib turibman. Ichida geli, kolgoni, parashoki hamma narsasi bo'ladi. 1 yilga yetadi bu. 1 yilga 2020 girib keltirgan 26-yilda olsanglar, 26-yil polni parashok temasi udalit bo'ladi. Aytmaysizlar parashok temasini. 4 milyon so'mga kir mashina olasizlar. Ishi ko'rib turgan sovg'alarimiz mutlaqo tekinga. Yangi yil aksiyasini ko'rib keldim, shu videoni ko'rib keldim desanglar, yangi yil aksiyamiz uchun qo'yilgan posuda komplekt naborimizdan podarkisiga qo'shib beriladi. Eng sifatlisidan original posuda komplekt qo'yganmiz. 6 piyola, 6 kosa, 6 taraki, tovoqi, tarakisi, salati, hamma narsasi ichida bo'ladi. Ishodan tushib ketsam sinmaydi onu bo'ladi. Original posuda. Yine ikkinchisi ham tashak ko'rsataman. Yurtdoshlar sinadon prostoy narsa emas bu. Bemalol tekinga beriladi, kelib xarid etib olsanglar bo'laveradi. Endi sizlardan yana bir narsani so'rab qoladi dedim. Endi shu narsa ko'pchilikdan so'ralib turibdi. Qaranglar, ishida ko'rib turgan sovg'alarimizni umumiy summasini hisoblab beraman sizlarga. Umumiy summasini hisoblab beraman.
bir dana su şirkesi, pasuda koyadan su şirkemiz 200 ming so'mdiradi. Duxovka pechkamiz 900 ming so'mdiradi. Pilisosumuz 1 million so'mdiradi. Tifal termiz, termoxotumuz 200 ming so'mdiradi. Paravoy dazmolimiz 800 ming so'mdiradi. Su shilki stolimiz ikkisine 500 ming so'mdak qo'yamiz. Yine bu paraşokni men o'zim bozorlarda ko'rmadim. Katta supermarket, gipermarketlarda sotiladi. Narxi 350 ming so'm turadi ekan. Rossiyskiy firmaniki bu 10 kiloliki. 350 ming so'm turadi. Posuda komplekt naborimizni narxi gideti bon bozorlarda yo'q. Firma tomonidan kelgan narsa 800 ming so'm turadi. O narsa bir komplekti 800 ming so'm turadi. Qaranglar, 4 million 750 ming so'm общий sizlere koşup beriyatırgan padarkimiz bot tuttu. Damaz üçün bileti bizetinin içinde berledi. 4 milyon 750 ming so'm şu nerseniz bot tuttu. Şimdi köpçülük geladidan bizlere bu nerseni isaplatadı. Gelip isaplatışınıza hacet yok. Yine isaplap verdim. Lekin bir nerse iltimas et soru dedim. Bu 4 milyon so'mlik kirmaşından bana padarkin gerek emez. Padarkingi pulunu qaytib taşıda soramanglar. İlacı yok. Özü 4 milyon so'm bolsa, bu 4 milyon 750 ming so'mlik padarki berib turgan bolsam, dastavki ustanovchisi mut içinde bolsa, qaranglar, ayırıp bolamı? 4 milyon, yine 4 milyon so'm summadan 4 milyon 750 ayırıp bolamı? Bo'lmaydi. Minus 4 milyon 750. Minus 750 ming so'm chiqadi. Ne degani minus 750 ming so'm degani? Shu kirmashinni men sizlarga beraman, yana 750 ming so'm pul berib berishim kerak bo'lib qoladi. Siz pulsiz. Shunday narsa bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Shuning uchun bu narsamizni to'g'ri tushuning, bu sovg'a. Bir ayrim bir dükanchilar bor. Shu kirmashini 4 million so'm bo'ladigan bo'lsa, endi misol tariqasida, endi shu narsa deb tushunmanglar, 4 million so'm bo'ladigan bo'lsa, podarkilarini üstüne mindirib qo'yadidan sizga 7 million so'm baho aytadi. Ya 6,5 million so'm baho aytadi. Bu dükanchidan qaytib ber podarkinga pulni desangiz bo'ladi. Lekin bizlardan bu narximizdan keyin so'rashni o'zi xato narsa. Yoki 2,5 million so'm bemalol olishingiz mumkin. Xohlagansiz olishingiz 2,5 million so'm desangiz 2,5 million so'mlik narsangiz beraman. Muhimi endi bu narsa ayrim bir klientlarimizda uçak qoladi, noto'g'ri informatsiya bilan gap qoladi. Ko'pchilik YouTube'da chiqadigan blogerlar her türlü aksiyalarni tushuntirib tashiyverarlar, bo'ldi bo'lmas so'zlab tashiyverarlar, kelgandan keyin javob bera olmaydilar. Javob beramiz biza. Aytilgan narximizga beramiz. Yine Rules brendinden 8 kilolik istagan joyingizdan bahasini so'rang. Narxini aytaman. 5 milyon 200, 5 milyon 300 ming so'mdan sotilgan. Endi 5 milyon so'm deb sredniy bahasini aytadigan bo'lsak, 500 ming so'm skidka etib beraman. 4 milyon 500 ming so'm beraman. 8 kilolik 2 qavat oynalı Rules kompaniyaniki inverter motor bo'ladi. Yine ishga ko'rib turgan sovg'alarni mutlaka tekinga beraman. Yoki yine TCL kompaniyaniki 8 kilolik Mirovoy brend bo'ladi. Bemalol bozorda boy yeri bo'lsa narxini so'rab solishtirsangiz bo'ladi. O'zi 5,5 million so'mdan sotilib turgan kir mashinamizni endi 5 milyon 300, 5,5 million so'm satib turibdi. 4 milyon 800 ming so'mga qo'yib beraman. 4 milyon 800 ming so'm olasizlar, hozir ko'rib turgan podarklaringiz mutlaka tekinga içinde bo'ladi. Bize sovg'ani hisob kitob etib, mahsulotni ustuna qo'shib beramiz. Shunchaki sovg'a etib beramiz. Bu narsamiz faqat aksiyada aytiladi. 10 kunlik. Nechun muddati bilan aytamiz? 21dan 31-gacha. 31-dekabrgacha yengil aksiyamizda bo'lib o'tadi. Bemalol kelib turib, xohlagan modelni savdolashib, ko'rib, mesela bozorda palon so'ma ko'rgan bo'lsangiz, undan ham arzon so'rang. Bize undan ham o'tib berik, boshqa edik. Oxirida sovg'alarni bilan olib ketavering. Yurtdoshlar, ko'pchilik kutgan aksiyamiz televizorlarda bo'ladi, xudo xolasa. Televizorlar yengil vaqtda sezoni bo'ladi. Hammaning uyida mesela yengilni televizorsiz kutib olish qiyin narsa bo'ladi. Chunki hamma uyda dam oladi, mehmon keladi, boshqa keladi, mehmonxona addenli televizor kerak bo'lib qoladi, bolalarimiz uchun addenli kerak bo'lib qoladi, kattalar uchun ish qilib televizor degan narsamiz hammaga birdek kerak bo'ladi. Televizorlara zo'r aksiyalarni qo'yib berganmiz, olmasangiz bo'lmaydi degan aksiya bo'ladi bu. Qaranglar. 43'lik razmerlerimiz xohlagan turingizda olishingiz mumkin. Zashitasi bormi, yo'qmi? Immer brendiniki bor, TCL kompaniyaniki bor, Sonar kompaniyaniki bor, Rosso brendimiz bor, Limax bor, Mega degani bor, Yasin degani, S-Smart kompaniya xohlagan turini xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. Bir dana televizor olasiz, yanında sovg'asini bir dana subwoofer kolonkasi, bir dana termoxoti, quyosh pechkasi, yengil vaqtida endi ijjon chiqarish kerak bo'ladi, shashlik pishirish kerak bo'ladi. Zo'rindan bir dana elektrический misrovkasi, sensorli termizi, devalasadon kranshteri, damoz uchun sovg'asi,
bileti obyazelni içinde qo'shib beramiz. Shu narsaları mutlaka tekinga bo'ladi. Hisob kitob etib ko'rsangiz ancha summa turadi narsamiz mutlaka tekinga bu. Bundan tashqari yangi yil aksiyamizni ko'rib keldik degan yurtdoshlarimiz uchun posuda komplekt naborimiz bir komplektga mutlaka tekinga qo'shib beramiz. Shu bilan 2,5 million so'm olgan televizorimiz muta tushib qoladi. İbedayna kolonkisi, termoxoti, shu narsalarimizni hisob kitob etadigan bo'lsak, posuda komplektimizni hisob kitob etadigan bo'lsak, televizorimiz mutlaka tekinga tushib qolishi mumkin. İbeda 1.30'lik razmerdagi televizorlarimiz bor. Narxlari ham arzonlagan. O'zi 4,5-4 million 800 ming so'mdan sotilgan televizorimiz 3 million so'mga tushgan bahasi. 1.30'lik razmerdagi televizorimizda 3 million so'mlikdan xarid etishingiz mumkin. Artel kompaniyaniki bor 3 million 900 ming so'mligi bor. Shivakimizniki bor 4,5 million so'm. İstelgen razmerda 50 düymdan 55, 65, 75 kattaroq televizor xarid etib oladigan bo'lsanglar, bu sovg'alardan farqli o'rarak ibeda kattasidan katta kolonkisi, zo'rindan bir dana 32lik Smart Android Gold Star firmadan televizori, undan tashqari termoxoti, chopperi, divalasodon kranshteri maxsus podarki sovg'amiz, posuda komplekt sovg'amiz qo'shib beriladi. 65lik, 75lik, istagan razmerinizda 100likgacha bo'lgan televizorlarni xudo xolasa topib beramiz. Kelaverasizlar. İbeda yine televizorlarni katta assortimentda ko'rishingiz mumkin. Shu yangi yil sonimiz uchun o'zi maxsus tayyorlanganmiz hamma brendimizdan bor. Endi hammasidan bor deganda, masalan, birsinden 10 dana bor, birsinden 20 dana da bor, birsinden 30 dana bor, birsinden 100 dana bor, birsinden 2 dana bor, birsinden 1 dana bo'ladi. Endi sotilishini qarab turib, har qaysi har xil vaqtda tamom bo'lib qoladi. Bir paytlar bo'ladi, ko'pchilik odam keladidan faqat 50lik televizorumuzda to'lqa ro'ysin sotilib ketadi. 100 dana ro'ysinimiz 3 kun ichida yoki 2 kun ichida tamom bo'lib qolishi mumkin. Ola endi 2 dana bo'lib turgan boshqa bir televizorimiz o'zi soni 2 dana edi. 100 dana tamom bo'ldi, sotilib bo'ldi. 2 danasi sotilmay qolgan bo'lishi mumkin. Bu yerda har xil vaziyat bo'ladi. Aksiyamizni ko'rgandan keyin tezroq shoshilib kelishingizni so'raymiz, chunki televizorlarning soni ko'p bo'lgan bilan tez sotilib ketadi, xodovay razmerlar tez bo'ladi. Keyin shu Artel degan televizorimiz bo'yni Smart Android hozirda zo'r skidga tushib turibdi. Zavod tomonidan skidga tushgan, chiroyli narxda aytib beramiz. Lekin qaranglar, ko'p yillarda aksiyalar bo'lib turibdi ekan. 50%, 70%, 80% degan aksiya bo'lib turibdi ekan televizorlarda. Bizlar ham yaqinda ko'rib qoldik. Bu televizorning narxi avvalda 2,5 million so'm edi. Hozir ham 2,5 million so'm. Bizning do'konimizda. Endi boshqa yerdan necha so'mligini bilmayman. Boshqa yerlarda 5 million so'm bo'lgan ekan. Hozirda aksiyada 2,5 million so'mga tushib turibdi ekan. Lekin televizorni bo'lgani o'zi. Bo'lgan televizorni o'zini 2,5 million so'm olasizlar ekan. Endi Artel televizora sovg'a qo'shib berilmaydi ekan. Podarki berish mumkin emas ekan, berilmaydi ekan. Ne uchun deb bo'lishini bilmadim-da, lekin podarkisiz narxi 2,5 million so'm ekan. Bizning do'konimizda hamma narsaga podarki beriladi. Har bir olgan mahsulotimiz klientimizning qo'lida podarki bilan chiqib ketadi. Shu Artel televizorimiz ham zo'r aksiya qo'yib beraman shuning uchun. Qaranglar. 2 million 500 ming so'm beramiz. Yanında 2 dana. Bir dana subwoofer kolonkisi, mikrofonu bori, originaldan, yaxshisidan kolonkisi. Bir dana yine posuda komplekt nabori. Yine 2 million 500 ming so'm Artel televizor olasizlar. Yine bu posuda komplekt nabori plus kolonkisi, baring devalasodon kranshteri, baring damoz uchun bileti mutlaka tekinga içinde bo'ladi. Smart Android Full HD 1080 original kачественный 3 yil kafolatli mahsulot. Bu yerda ko'rib turgan boshqa modelingizdan, masalan, meni hozir aytib o'tdim narxini 4 million so'mlik televizor bo'lsa, 4 millionlikni sovg'asi bilan olib ketasiz. 5 millionlikni olsangiz, 5 millionlikni sovg'asi bilan olib ketasiz. 2 millionlikni olsangiz, 2 millionlikni sovg'asi bilan olib ketasiz. Hammaga sovg'amiz beriladi, xudo xolasa. Yangi yil aksiyamizni o'zi bayramda podarki ulashish kerak. Podarki berish uchun qo'yibmiz. Bu narsalar uchun biz tayyorgarlik ko'rganmiz. Yurtdoshlar, sizlar uchun zo'r bir-biridan ajoyibina subwooferlarni akkab qo'yibmiz. Posudan avvallansa akkab qo'yibmiz. Shunga o'xshagan ko'plab sovg'alarni akkab sizlar uchun podarki tayyorlab qo'yganmiz. Endi kimnidir uyinda 1,5 narsasi bo'ladigan bo'lsa, almashtirib ondan bir variant aytib, xudo xolasa bolalarimiz bu narsani ham ishlab beradi. Lekin endi podarkisiz degan narsa bo'lmaydi. Podarkisizni bahasında so'rab keling boshqadan, bizlardan shu narsani podarkisi bilan olib keting. Bu narsani isbotlash uchun ina narxini ham aytib turibman, uje tushungan odam tushunib oldi. Bu yerda biza birova negativ yo yomon fikrimiz yo'q. Prosta 3 million so'mlik narsani ina 2 million so'mlik podarkisi bilan olsangiz bo'ladi.
Bemalol bizning dükanımıza gelseniz, mesela 2 milyonlukunu alasın, 3 milyonlukunu alasın, farkı yok. Sovg'asi berilişi gerek, hammasini beriladi. Aksiyamiz birdek amal etiladi. Endi aksiyamizda gaz plitalardan bir qator aytib o'tamiz. Gaz plitalar ham har turlisi kelgan. Endi gazdan ham sezoni desak bo'ladi. Ferri, Platinum, Avangard, Ideal, Elita kompaniyaniki, Vestaniki, Ario brendiniki, spichkasiz. Endi bayram yaqin ko'pchilik grill olaman deydi. Xohlagan turidan gaz plita olishi mumkin. Birov qorasini deydi, birov serisini deydi. Istagan tepapasi gazda yanadoni bor, birisi tok, birisi gazda yanadoni bor, ikkisi tokda yanadoni bor deyilamiz. Har xil turdagi gaz plitalarimiz bor. Sovg'asina keladigan bo'lsa, qaranglar. Bir dana tapasi, bir dana xushtak choyniki, bir dana termizi, qo'lli pishmasi uchun qo'lliki fartki, undan tashqari hozirgi aytib o'tilgan posuda komplekt naborimiz mutlaqo tekinga qo'shib beriladi. Damoz uchun biletlar ham beriladi. Artel olasizmi, Ferri olasizmi, Ideal olasizmi, Ario olasizmi, odi qiziq emas. Odi muhim emas. Qaysi turini olishingizdan qat'iy nazar, necha so'mlikini olishingizdan qat'iy nazar, aytilgan sovg'alarimiz shunchaki podarkiya tekinga qo'shib beriladi. Posuda komplekt naborimizni sharti videomizni ko'rib, shu kanaldan ko'rib, like bosib, kommentariy yozib kelgan bo'lasiz. Mahsulotlarimiz bitovoy texnikalar amal etadi. Endi ko'pchilikka qulay bo'lish uchun polavtomat, duxovka, pilisos, keyin mikrovonovkalar ham qo'yib beramiz. Faqat duxovkamizni 300 ming so'mlik ham bor, 400 ming so'mlik ham bor. Bu narsalar uchun emas, 1 million so'mdan ortiq summada bo'lgan istalgan narsangizni posuda komplekt naborimiz podarkisina qo'shib beriladi. Me'shiy texnikamizga. Xolasangiz 1 million so'm polavtomat oling, bir dana posuda komplektimiz tekinga. 1 million so'm kattasidan duxovka oling, shu posuda komplektimiz tekinga bo'ladi. Yoki yana mikrovonovkalarimiz bor. Endi arzon mikrovonovkalar ham bor. 700 ming so'mligi bor, 600 ming so'mligi bor, 800 ming so'mligi bor. 1 million so'mdan yuqorini oladigan bo'lsangiz, misol uchun shu mikrovonovkamizni oladigan bo'lsangiz, ina mikrovonovkaning bahasi 700 ming so'm. Bu mikrovonovkamiz 1 million so'm. Lekin posuda komplektimiz 800 ming so'm. 1 millionlik narsaga posuda komplekt qo'shib bersa, sizlarga mikrovonovka 200 ming so'mga tushib qoladi. 700 ming so'm sovg'asiz bunaqa yaxshimi? 1 million so'm sovg'asi bilan bunaqa yaxshimi? Fikr o'zingizdan bo'ladi. Pilososlarimiz ham shuningdek. Ina bu yerda 600 ming so'mlik pilososimiz bor, Artel bor 700 ming so'mdan, Halster bor 800 ming so'm, Magna 900 ming so'mdan bor. Ina bu katta Artel bor 950 ming so'mdan. Ina bu yerda rul istagani bor ina. Bu 980 ming so'mdan turadi. Har xil turdagi pilososlarimiz ham bor. Ina 1 million so'mlikini olsangiz, 1 million 200 ming so'mlikini olsangiz, posuda komplekt naborimiz qo'shib beriladi. Misol uchun ina Shivaki pilososimiz, yine ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Narxini solishtirishingiz uchun aytajakim, biza podarkini ustine mindirib qo'yganimiz yo'q. Podarkini shunchaki sovg'atib qo'yibmiz. Narxi, shu pilososimiz narxi bozorlarda 1 million 300, 1 million 400 ming so'mdan sotiladi. Sizlar uchun maxsus narx 1 million 200 ming so'mdan qo'yib beraman 10 kunlik aksiyamizda. Sifatini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Yine ishlatib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ishi ko'rib turgan pilososimiz yine ya 3 millionlik pilososni qaranglar. Bu 3 milyonluk pilisos hadi 50% skidga etib 1 million 500 ming so'mga tushirdim deyish shart emas. Yine 1 million 400 ming so'm bahasi, abishti bahasi 1 million 200 ming so'mga qo'yib beramiz. 1 million 200 ming so'mga qo'yib beramiz. Ina bu misrovka bo'ladigan bo'lsa, ya pilisosni ishlataman. Ina 10 kiloda og'ir bo'lgan narsani bemalol ko'tarib turibdi. Ina chang bormi, musir bormi, toprak bormi, libo narsamizni ko'tarib beradi. Libo narsamizni ko'tarish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bemalol xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi qaranglar. Shu pilisos narxini 1 million 200 ming so'mga qo'yib beramiz. 1 million 200 ming so'mga qo'yib beramiz. Shu posuda komplekt naborimiz mutlaqo tekinga bo'ladi ichida. Olib ketaverasizlar. Oling endi shu pilisosni xarid etib, Damas avtomobilimizni utib olishingiz mumkin. Yoki 60 ta me'shiy texnikalardan birisini utib olishingiz mumkin bo'ladi. Muhimi aytajakim, narxini ko'rdinglar, solishtiringlar, bemalol podarkingiz bilan ketinglar. Boshqa yani 3 million edi, 1,5 million so'mga tushdi degan narsa bilan 1 million 400 lik narsa 1 million 200 ming so'mga berganimizda kattagina farqi bor. Endi shu videomizni ko'rib turib ertang yana bir chiqishi mumkin. 1 million 100 ming so'mga pilisosni o'zini beraman 70% skidki dedi. Lekin bu podarki bo'lmaydi. 1 million 100 ga o'zini olgan yaxshimi? Von berilmaydi be. Prosta og'zaki gurning bo'ladi. 1 million 200 ming so'm podarki bilan olganingiz yaxshimi? 100 ming so'm uchun podarkisi bilan olganingiz yaxshi bo'ladi. Endi yurtdoshlar o'tgan safar kommentariya shu uchun qo'yilgan podarkilarimiz bor edi.
termoxod, mantkazan, duxovkasi. Shularni g'olibini aniqlaymiz. Bilasizlar, kommentariya showimiz tasodifiy o'tkazish yo'li bilan aniqlanadi. Kimga to'g'ri kelsa, shu mahsulotni utgan bo'ladi. Shu akkauntini ko'rsatib ketsa bo'ladi. Bir akkaunt egasi 2 marta utmaydi. Hammangizga omad tilaymiz. Esa boshladik. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Yulduz degan yurtdoshimiz 100 dan ortiq yaxshi niyatlarni yozgan ekanlar. Tabriklaymiz. Shu tifal termizimiz g'olibi bo'ldingiz. Kelgan yarimdan davom etamiz. Ikkinchi sovg'amiz mantkazan. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Hangi yulduzada? Bu Nur Davlet degan yurtdoshimiz ekan. 100 dan ortiq kommentariy yozdilar. Mantkazanimiz g'olibi bo'ldilar. Endi asosiysi birinchi o'rin uchun qo'yilgan mini pech duxovkamiz. Uchinchisi o'tkazamiz, kimga kelsa utgan bo'ladi. Omad. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Eng yuqorisi ilishib qoldi. Farangiz degan yurtdoshimiz bom 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Duxovkamiz g'olibi bo'ldilar. Hammangizga yaxshi niyatlar uchun, yaxshi tilaklar uchun kattasidan rahmat aytamiz. Shu videoni ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, like bosing, kommentariy yozing, do'stlarga yuborib qo'ying. Kommentariy yozib turib, shunday sovg'alarimizni Xudo xolasa egasi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomizda kommentariy showimiz uchun endi shunchalik maqtadik, shunchalik ko'rsatdik. Shu posuda komplekt naborimizdan 1 emas, 2 emas, 3 tanasini qo'yib beraman. Xudo xolasa, yine podpischilar uyingizdan chiqmagan holatda mahsulot kelib xarid etmasdan turib ham 3 tanasini shunchaki yaxshi niyat orqali g'olibi bo'lishingiz mumkin. 1 emas, 2 emas, 3 tanasini kommentariy showimiz uchun, keyingi videomiz uchun qo'yib beramiz. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Yetkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.